Agar oşıklığım etsem kül canı jahon o'rtar. Bugun sizlar bilan o'tgan kunlarni Otabekni psixologik razbor qilib ko'rib chiqamiz nima uchun separatsiya juda ham muhimligini. Shu filmni Yo'ldosh Ag'zamov 70-yilda chiqazib, zo'r olingan film juda ham menga yoqadi. Chunki o'zimizni milliy tomondan, vizualniy tomondan zo'r ko'rsatgan kino. Mana o'sha paytdagi muammolarni ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Hozirgi ko'rsatmoqchi bo'lgan joyim Otabek 1 yil oldin Kumushga uylangan. 1 yildan beri Marg'ilonda yashab kelyapti. Ota-onasi Toshkentdagi. Unga xat yuborishadi qaytib kelganda. Mana hozir ko'ramiz qaytib kelgan Otabekka reaksiyasi. Haytovur biz seni ustingdan bir ish qilib qo'ydik. Biz seni unashib qo'ydik. Ko'rasizmi? Bitta yo'q deganda Otabek muammo bo'lmasdi, lekin qanchalik shu yo'q deya olmaslik Otabekda kuchli. Ko'rib turibdi, noto'g'ri ish ketyapti, chunki bemaslahat, uni fikrsiz unashtirib qo'yishgan, lekin bilishadi, xotini bor, 1 yildan beri o'sha Kumush bilan yaxshi ko'radi bir-birini. Shunga ham qaramasdan bemaslahat unashtirib qo'yishdi. O'g'lingizni vujudi bilan orzungizni qondirish oson bo'lsa ham, keliningiz qarshisida meni bir jonsiz haykal o'rnida tasavvur qilingiz. Qog'ozga o'rab bo'lsa ham yo'q demoqchi, kelayotgan Zaynabga men haykal deb o'laman. Lekin shunga ham qaramasdan ota-onasi baribir o'zinikini unga bosim qilib, Bizni sendan boshqa umid nishonamiz, hayot quvonchimiz yo'q. Zamonamizning urf-odati shuni taqozo etadi o'g'lim. Biz birovni ishontirib qo'yganmiz. Bizni oilada labsizlik chiqishi menga ma'qul ko'rinmaydi. o'zi labsiz bo'lmaydi, lekin Otabek labsiz bo'lib qolmayaptimi? Shuning uchun o'zingiznikini tanlang, o'zingizni xohishingizni eshiting. Otabekka aybi bu yerda ko'rasiz, ota-onasiga ham xafa qilmoqchi emas, Kumushni ham bir o'ylayapti, o'rtada arosatda u. Lekin asli xohishi Kumush bilan bo'lish. Bu ota-onasi unga yonida Toshkentda qolish uchun, bog'lab qo'yish uchun Zaynabni unga ikkinchi xotin qilib olishmoqchi. Mana hozir ikkinchi epizodni ko'ramiz. Otabek Zaynab bilan to'yi bo'ldi. Mana hozir Otabek uyda onalari yonida o'tiribdi. Tayyor. Suzib ketiraveraymi? Menga shu yerga keltir. 2 kosani kelinlik uyga olib kirib ber. Menikini ham shu yerga olib keling. Mana ko'ryapsizmi? Otabek qanchalik xursand. Ota-onasiga xo'pdi shu Zaynabni o'ziga xotinga olganiga. O'zingiz asli xohishlaringizni eshitib, ota-onangizga to'g'ri tushuntirib, to'g'ri chegarangizni qo'pol eshitdilar ularga yo'q deyishingiz, lekin bu sizning hayotingiz. Sizning hayotingizni sizdan tashqari hech kim yaxshi bilmaydi. Просто chegaraga yo'tab qo'yib yo'q deng. Ular harakat qiladi o'sha chegarani boshlab buzib kirishni. Lekin sizning hayotingiz, sizning chegarangiz. Kelin bechorani muncha qiynamasin. Ichkarida yotsang bo'lmaydimi? Onajon, keliningiz mendan mehr shafqat kutmasin demabmidim sizga? Otabek ota-onasi uchun xo'p degan, lekin o'zini xohishini eshitib, Zaynab bilan sevgisi yo'q. Onasi даже intimniy savollarga ham aralashyapti. Lekin Otabek bir yosh bola emas, qo'lidan ushlab yurib, shunaqa narsalarni gapirib yurishga. Kelinim azob chekmasin desangiz, rozi bo'ling, javobini beray uni. 24 yoshli erkak o'sha, u paytda o'sha katta erkak hisoblanadi. Beklarning o'g'li onasidan taloq berishni ruxsatini so'rayapti. Lekin ikkinchi xotin o'zi bor Otabekda. Ko'ryapsizmi, separatsiya yo'qligini oqibati. Ota-onasidan ruxsat so'rayapti taloq berishga, lekin ruxsat yo'q. Otabekdan harakatlanib. Undan ko'ra shu yillar davomida bo'lsa ham yoqtirmagan odam bilan bir begonada yurib, Zaynabning ham aybi yo'q. O'zi kelishgan, boy oiladan
qanaqa orzular bilan kelganligi, to'y qilib, qaysi qiz xohlaydi shunaqa hayot, o'zini hurmat qilib, uni yoqtiradigan er orzusi bilan kelgan, lekin oqibatda bitta Otabek yo'qligi Zaynabni ham o'zi bilan tortib ketyapti qiyinchilikka. Shuning uchun separatsiyadan o'ziga yetishgan odam bilan to'y qilish kerak. Aks holda mana Zaynabga o'xshab yurasizlar. Otabek va Zaynab. 3-epizod joyi mana shu Otabek ota-onasiga yo'q davomiy talog'ini ham ruxsatini so'rab o'tirgan paytda ko'chada bitta o'zi bo'lganda 180 gradusga o'zgaradi. Mana hozir ko'rasiz. Otabek. Endi qo'limga tushding ablah. Otabek uyda qanaqa bir odobli, bir yo'q deyolmaydigan bola bo'lgan paytida Kumushni sevgan yorini Hamidboy o'g'irlayman deb eshitib qolgandan keyin bitta o'zi boradi. Uchta erkak bilan urushni o'zi bo'ladimi? Lekin Otabek qo'rqmasdan pichoqlab tashlaydi. Ko'ryapsizmi, qanaqa bir 180 gradusga o'zgarish. Bir vaqtda ham uyda yo'q deya olmaslik, o'sha paytda o'zidayoq uchta erkakni jonini olishga ham qo'rqmaydigan odam. Qanaqa qilib Otabekda shu bir vaqt o'zida shunaqa bir dualizm bor. Sizlarga tushuntirish uchun Hindistonda oldin filni qanaqa bo'ysuntirishi usulini bir aytib ketaman. Tasavvur qiling, yerdagi eng katta, eng kuchli hayvonni odam bo'ysuntirishi yo'lini ham topgan. Kichkinaligi paytida filcha bo'lganida bir qattiq qalin arqon bilan, qoziq bilan yerga qadab qo'yishardi. Filcha arqonni uzaman deb rosa harakat qiladi, oylab harakat qiladi. Lekin oxiri taslim bo'lib tashlagandan keyin o'zini miyasida bitta fikr paydo bo'lib, umrini oxirigacha o'rnashib qoladi. Men kuchsizman, arqon kuchli edi. Shunaqa qilib vaqt o'tadi, yillar o'tadi. Shu kichkinagina filcha ham 5 tonnalik hayvonga aylanadi. Kerak bo'lsa, daraxt ildiz bilan uzib tashlaydi. Mashinalarni ag'dara oladi, uylarni buzib ketadi. Lekin shunga ham qaramasdan kichkinagina qoziqcha va arqon bilan boylab qo'ysa, o'sha katta fil joyidan qimirlamaydi, harakat ham qilmaydi. Chunki o'sha yoshligida fikri miyasida bordi. Kuchim yo'q. Shu arqon kuchli. Men kuchsizman deb. Shu bitta yoshligida o'rnatib qo'yilgan fikr deb umrini oxirigacha shunaqa yashab ketadi. Shuning uchun shu Abdulla Qodiriy O'tgan kunlar asari juda ham bir zo'r mashhur. O'zini paytida 100 yil oldin yozganlar. O'shandayoq o'sha muammoni ko'rsatganlar. Qo'rqotinlik, qanaqa qilib o'zingizni xohishlaringizni eshitib yo'q deya olmaslik, o'zingizni hayotingizni tanlash. Oxirdan hammamiz bilamiz nima bilan tugaydi. Kumush hayoti, Otabek istoriyasi. O'shanda ham kinoda ko'rsatishmagan, kitobda lekin Otabek uydan ketadi-ki, umuman qaytmaydi. Bir marta 1 yildan keyin keladi Kumushni qabriga. Uyga kelganida o'sha umuman begona odamdek kiradi, ketadi. Ana 100 yil oldin yozilgan bo'lib, Abdulla Qodiriy ko'rsatib ketgan bo'lsalar ham shu muammo haligacha borib kelyapti. Shu narsa bizni oilalarimizda, bizni mahallalarda ham hammamiz eshitganmiz, ko'rganmiz. Balki o'zimiz ham shu Otabeklarmiz, Kumushlar, Zaynablar. Yechimi bitta. Shu arqon bilan qoziqni shu miyamizdan boshdan olish kerak. Adashib bitta harakat qiling, shu arqon ipdek uzilib ketadi. Filga o'xshab yoki yana Otabekka o'xshab oxirigacha kutib o'tirish kerak emas. O'zingiz hayotingiz o'zingiz qo'lingizda. Keyingi videolargacha ko'rishguncha.